Va nihoyat yangi o'sha qishloqqa ham yetib keldim. Bu yerda 1-2 kun mazza qilib dam olaman. Ataga ob-havo juda ham zo'r ekan, lekin bu yerdagi qishloqlar futbol o'ynashni bilarmikan, meni tanirmikan bilmadim. Bu yerda avvalo uy topishim kerak. Qayerdadir yashayman-u, 2-3 kun yashashim kerak. Xullas birorta bu yerda o'yinchi bordir, yaxshisi izlab ko'rishim kerak. Xo'sh, mana bu yerdan izlab ko'raman, ketdim. Tak bo'ldi yetadi. Mana shuni o'zi yetadi. Endi buni to'xtaylar. YouTube'ga yuklash esimdan chiqibdi-ku. Tak, yuklaymiz. Bu 2 gigabaytmi? Menimcha internetim yo'q-ku. Mayli, telefonimda megabayt o'tkazishim kerak. Tochka tarqataman telefondan. Okey, bo'ldi, endi yuklansa kerak. Bunaqangi zo'r video albatta kamida 50 ming 60 ming prosmotr qilish kerak, lekin bilmadim nimagadir obunachilarim videolarimni oxirigacha kuzatmayapti. Balki oxiri qiziq bo'lmayotgandir. Bular nima ish qilyapti? Qator bo'lib turib polzimni kuzatyapti ekan. Hozir bularni adabini beraman, ko'rasizlar. Polzimni shuni chiqib yig'ishtirib olaman. Ular meni polzimni keyin ko'ra olmay qoladi. Tak, yaxshisi tezroq olishim kerak. Eshik taqilyaptimi? Assalomu alaykum. Va alaykum, jo'qa, qandaysan, yaxshimisan? Messimisan? Messiman. Faqat sendan kattaman, sizlar iltimos. Messi sizmisiz? Gabio Messi muxlisizman. Juda ham zo'r mazza. Короче, senga bitta ish bor. Pullik, soqqalik, yur, ish aytaman senga. Yo, menga pul kerak emas. Siz pul bermasangiz ham men sizga yordam beraman. Davay, unda yur, yordam ber. Bo'ldi, yordam beraman. Nima yordam kerak? Ke ortimdan, mayli unda pul bo'lmasa ham senga biror nima berarman. Men qaysidir non tashadi. Yo'q, menda non bor endi. Bu yerda och qolmayman. Aytganingizda o'zim sizga non emas, go'sht berardim. Endi berib yuborishdi-yu. Короче, meni mashinam. Dahshat mashinangiz bor ekan. Xullas, menga uy kerak. Bu yerda 1-2 kun yashamoqchiman. Faqat uy to'p usulida bo'lishi kerak. To'p usulida? Shunaqa. Agar normal uy qursang, o'zimni shaxsiy to'pimni sovg'a qilib ketaman. Seriozna. Uni auksionga qo'yib qimmat narxda sotsang bo'ladi. Bo'ldi, rahmat Abdushi bratan. Qayerdan quray? Farqi yo'q, mashinani ham o'sha joyga borib qo'y. Men janob Merdiyonida bo'laman. Bo'pti. Mayli. Yo, Messini o'zimi? Yo, fake'mi? Bilmadim, menimcha o'zi bo'lsa kerak. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'qa. Sizlar meni yangi video roligimda albatta kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosib oxirigacha kuzatinglar. Men esa janob Messi uchun uy quraman. Wow, Messining mashinasi takoy-ku. Men uy qayerdan uy qursam ekan? O'zimni uyimda oldidan qursam, menga qo'shni bo'lsa, "Va, massa har kun futbol o'ynaymiz keyin o'zimni shaxsiy to'pimni beraman" dedi, eshitdinglar? Atak, lekin har kun futbol o'ynay olmaymiz. Chunki u 1-2 kunda ketaman qaytib dedi-ku. Yomon, juda yomon. Voy, kartoshkani kim tushirib qo'ydi bu yerga? Menga qara, hojitel. Menga qara. Voy, menga qara. Qarab tur. Mana kartoshka seniga bilaman. Nimaga tashab isrof qilyapsan? Menga kerak emas. Yo, basharangga oyog'i. Menga qarata, san birovning uyiga so'ramasdan kirganing uchun basharangga oyog'im tugul, qo'limni ham qo'yaman. Chiq, uyimdan chiqib ket. Hozir o'ldirib qo'yaman. Yo, bu chiqadinga o'xshayapti. Yaxshisi, poz yig'ishtirib olay, o'zidan o'zi chiqib ketadi. Mayli, men kartoshkani o'zimga qo'yaman. Aytgancha, ketmon o'zimda turgan ekan-ku. Tak, ana endi pozni shaq yig'ishtiraman. Kira olmading. Ajab bo'lsin, xo'p bo'lsin. O'shanchim birovning uyiga kirmas kerak. Qoch chiqib ket. Молодец, to'xta, eshik yopay. Seni ota bobong qilmagan ishni qilyapsan, lekin borku. Mayli, so'kmayman, seni urmayman, so'kmayman, indamayman. O'zing chiqib ket, bo'lmasa turya qol. Tushundingmi? Chiqsa kerak. Qaranglar, o'sha bu yerda polizda hech narsa qolmadi-ku. Ular qarab o'tiradigan darajada. Mana bir ikkita kartoshka tushib ketibdi ekan, olamiz. Voy, bitta chirik kartoshka bor ekan, juda ham yomon. Tezroq yig'ishtirib olsam, borib janob Messi uy qurishni boshlayman. Juda ham zo'r futbolchi, menga yoqadi, juda ham muxlisman. Ronaldoning muxlisman, ikkalasining muxlisman. Menda unaqangi odam ajrash degan narsa yo'q. Misol, kimdir Ronaldoni o'zini, kimdir Messini o'zini muxlisi. Yo'q, menda unaqa emas. Men ikkalasini ham birdaniga muxlisman. Ikkalasining ham o'yini zo'r. Yana o'zbek futbolchilaridan ham ko'pini muxlisman. Sizlarchi, qaysi birini muxlisinglar? Kommentariy yozib qoldiringlarchi. Ronaldo yoki Messi. Men uchun ikkalasi ham. Keyin komanda bo'lishlar, bilasizlarmi? Real yoki Barsa. Menga Barselona yoqadi. O'yinchidan bo'lsa, ikkovi ham yoqaveradi. Chiq, hozir qurolimni olib chiqsam, neajdelni kartoshkalarni o'tyapti. To'xtanglar. Men hozir bularni o'ldirib qutulmasam, juda qutulayotganga o'xshamayman. Tak, hozir chirik kartoshkani men oldim. Chirik kartoshkani tashib ketaman. Tak, mana uchalasi kerak bizga. Janob Messi uchun uy qurishimiz kerak. Tak, janob Merdan pul olaymi ekan? Pulni qayerdan olsam bo'ladi? Zakaz qilish kerak narsalar. Balki shunchaki tekinga zakaz chiqib Messi uchun olib keldirib berar, bilmadim. Hozir aytib ko'raman.
Qochib turinglar. Tak, zakazchikka aytaman, bratanga iltimos Messi uchun edi deyman. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Sizda tayyor uy uchun bloklar yo'qmi? Yo'q, mana uni hayda iltimos. O, Zaynabello qilib yubordimi sizni ham? Qoch, chiq, eshikka chiqib ket, yaramas. Короче, qishloqimizga eshitdingizmi? Messi kelgan. Yo'q, Messi keldimi? Dam tursan. Messi kelganini eshitdim. Damtur deyapti-ku, damtur. Brata, menga qarang, men bilan gaplashing iltimos. Xullas, o'shanga uy qurishim kerak, bir ikkita narsalar kerak, berib turing. Mayli, tekinga beraman. Messini muxlisiman men. Ha, bo'ldi.